Assalomu alaykum. Target maktabini YouTube orqali kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlar. Biz maktabimizda o'qiyotgan iqtidorli o'quvchilarimiz bilan birgalikda yangi loyihaga start berdik. Ya'ni YouTube orqali har bitta o'quvchimizni olib chiqib, ularning dunyoqarashlarini ko'rsatmoqchimiz. O'zini tengdoshlaridan qay darajada fikrlashi yuqori ekanligini sizlar bilan ulashmoqchimiz. Dastlabki o'quvchimiz maktabimizning istirohat filialida 9-sinfda eng a'lochilardan bittasi Umarxon bo'ladi. Umarxon, xush kelibsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umarxon, o'zing haqingda bir qisqacha ma'lumot bersang bizni tomoshabinlarimizga. Assalomu alaykum. Men ismim Umarxon Buzurg'achayev va men hozirda Target International Schoolda istirohat filialida 9-sinfda o'qiyapman va yaqinda shu yozda men o'zim 14 yoshimda IELTS 8 natijasini qo'lga kiritdim va hozirda Telegramda o'zimni shaxsiy kanalimni, ya'ni Umarxon IELTS kanalini yurg'izib boraman. Yaxshi, 14 yoshman deding. Demak, 14 yoshli Umarxonni oldiga qo'ygan maqsadi, kelajakda kim bo'lmoqchisan? Kelajakda hozircha ikkita yo'limni ko'ryapman. Birinchisi bu IT yo'nalish bo'lyapti va ikkinchisi bu marketing yo'nalish bo'lyapti. IT yo'nalishida zo'r mutaxassis bo'lmoqchimisan yoki qanaqa, sal yoritib ber endi maqsadingni. Boshiga menimcha aytaylik fan kompaniyalarda, ya'ni Facebook, Apple, Amazon shunaqa kompaniyalarda mutaxassis bo'lib, ya'ni o'zimni tajribamni, experience'imni oshirib, keyin u yog'iga xudo xolasa o'zim bizneslarimni o'zim shunaqa kompaniyalar qurishga harakat qilaman. Va marketing keladigan bo'lsak, marketingda hozir podkastlar ko'ryapman, kitoblar o'qiyapman va yangi narsalar o'rganib, shu narsalarni kanallarimda va oddiy hayotda ham ishlatib ko'ryapman. Xudo xolasa sekin-sekin bo'lyapti, hammasi o'xshayapti va kelajakda marketing menimcha IT sohasida ham yordam bersa kerak deb o'ylayman. Juda yaxshi. Demak, 14 yoshingda oldinga maqsad qo'yding. Maqsadlar yozilganmi? Yozilgan hammasi. Daftar tutding, yozib boryapsan. Yaxshi. 14 yoshli bola, demak, maqsadlarini yozib boryapti. Oliy maqsad qanday? Oliy maqsad haqida gaplashadigan bo'lsak, bu avvalambor albatta Alloh roziligiga erishish. Endi Alloh roziligiga erishish uchun shu aytgandek bir maqsadlarim bor. Shu IT kompaniya, masalan, Fangga o'xshagan Facebook, Apple, Amazon undan-da o'tadigan, ya'ni $1 billion kompaniyami, $1 million kompaniyami, shunaqa kompaniyalarni qurib, odamlarga, ya'ni shu musulmon ummatiga yordami tegadigan, foydasi tegadigan kompaniya qurib, ham undan foyda ko'rib, ham Alloh roziligiga erishmoqchiman. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Demak, katta kompaniya qurib, odamlarni ishlatishni xohlaysan. To'g'rimi? Juda ham yaxshi. Ana endi bunaqangi maqsadlaringga erishishingga ota-onang qanaqa sharoitlar yaratib bergan? Hozir uyimda o'zim ota-onamning oldida vaziyat juda ham yaxshi. Ya'ni nima qilsam, meni shu poddershka qilishadi, ya'ni support qilishadi va masalan nima bo'lsa, "Ke bolam, men pul tikaman masalan, shuni qil, faqat oxirida hammasi yaxshi bo'lsin va yaxshi natijalarga erishgin" deyshadi. Masalan, IELTS temasida ham xuddi shunaqa bo'lgan, ya'ni IELTS maxsusida boshidan shu ingliz tiliga boraman deganman, James Centerga borganman, katta natija bo'lmagan. Lekin keyin o'sha shu Target maktabiga kelib, anaqa qilib, imtihonlarda qatnashib, yaxshi natijalar olib, ana o'sha IELTS masalan qo'limda. Necha IELTS? 8. IELTSdan 8 natijasiga erishganman. 8-sinfligingda IELTSdan 8 ballga erishding. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Bu aslida tengdoshlaring uchun qaysidir ma'noda orzu. Ha, shunaqa. Lekin sen buni kichik bir maqsad sifatida qarab, maqsadga erishib bo'lding. Ha. Juda ham yaxshi. Bundan keyingisi nima endi? Qanaqa kattaroq? Bundan keyingisi o'sha SAT bo'ladi. Ya'ni shu yili 1500 plus ballni qo'lga kiritmoqchiman va SATdan. Ha, SATdan. Hozirda ustozlarim bilan tayyorlanib kelyapman. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Xudo xolasa shu yana yozlarga, ya'ni maylarning oxirlariga SAT topshirib, yog'iga o'sha undan-da kattaroq imtihonlar, masalan AP, A level, shunaqa imtihonlarni o'qib, top universitetlar, ya'ni Ivy League universitetlarga kirmoqchiman. Juda ham yaxshi. Ota-onangga yana qaytamiz. Xo'p, ota-onang sen xohlagan narsani harakat qiladi deding, investitsiya qilib bo'lsa ham yordam berishga. Bir misol ayta olasanmi? Misol uchun tengdoshlaring ham, hozir bizni kuzatib turgan tengdoshlaring aynan sen qilgan ishni va o'sha tengdoshlaringning ota-onasi ham seni ota-onang qilgan ishni qilishi uchun bitta ko'rsatma berib ketaylik.
Xo'p, o'zi maqsadlarga erishish uchun, ya'ni masalan, IELTS mavzusi bo'ladi yo boshqa. Menimcha o'zimni tengdoshlarimga beradigan maslahat bu o'zligi yurgan crew, ya'ni o'rtoqlar krugi bo'ladi. O'shani to'g'ri qilib olish. Ya'ni baribir ham o'rtoqlar sizga qanaqadir effekt o'tkazadi. Qanaqadir effekt bo'ladi va undan siz ularga o'xshab yomon yo'lga kirib ketasizmi, xohlagan narsasi bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun siz o'zingizni crew o'rtoqlaringiz, ya'ni shu o'rtoq crewlaringizni aniqlab olib, ya'ni to'g'ri yo'ldan yuradigan, o'quv va natijasini joyiga qo'yib, kerak-keragida damini olib, kerak-keragida narsalarni qiladigan o'rtoqlar crewni aniqlab olishingiz kerak. Undan keyin siz o'zingiz maqsadlaringizni aniqlab olib, o'sha zinapoyalarni maqsadiga yetaklovchi zinapoyalarni aniqlab olib, o'sha zinapoyalardan sekin-sekin chiqib, shu maqsadlaringizga erishishingiz kerak. Va unda ota-onani roli juda ham katta. Chunki masalan ota-ona bolasini podдержка qilib, motivation berib, ya'ni motivatsiya berib, oldinga yurg'isi bola o'sha natijasiga erishib, ya'ni ota-onasi undan xursand va xo'p, ota-ona nima qilish kerak? Masalan, ko'p ota-onalar bilan suhbat qilganimda, nima qilib berishim kerak? Hamma narsa qilib berdim-ku deydi. Nima qilib bersin ota-ona? Birinchidan o'zi sharoitda o'zi yetarli emas. Ular o'zligi namuna bo'lishligi kerak. Ya'ni ota-ona namuna bo'lishi kerak. Xo'p. Chunki masalan farzand ko'rganda ota-onam shunaqa ekan, men ham shunaqa natijalarga erishishim kerak ekan deyish kerak. Shunaqa tushuncha bo'lishi kerak. Чтобы u bola oldinga yurib, faqat oldinga bosib, orqaga qaramasdan natijalarga erishish uchun. Xo'p, sen aytdingki, demak, ota-onang senga ishonganligi, bu sen kurukni to'g'ri tanlagansan demak. Atrofingdagi o'rtoqlaringga qarab, ota-onang senga ishonch bildiryapti. Ha. Va seni qo'llab-quvvatlayapti. Demak, ota-onangning ham IELTS bormi? Ota-onammi, masalan, u payt endi IELTS yoki boshqa degan imtihonlar bo'lmagan, lekin o'zligini ta'limligi, o'zligi yaxshi joyda ishlab, o'zligi yaxshi ta'lim olishgan. Ha. Ya'ni shu ta'limli, savodxon odam bo'lishgan. Ota-onangda senga bergan eng katta nasihati? Bu men o'ylayman, katta nasihatlari o'zi ko'p bo'lgan, ko'p nasihat qilishadi. Ya'ni nimadirga erishsam, unaqa kibrga berilib ketma, masalan, faqat oldinga yur, masalan, qanaqadir imtihonlardan yaxshi natijalar ol deyshadi. Lekin eng kattasiga keladigan bo'lsak, baribir ham masalan, xatolaringdan o'rganib, oldinga yur degan nasihat qilishgan o'zi. Masalan, xato qilding, nimadir yutqizding, depressiyaga yo stressga tushib qolma, masalan, xafa bo'lib, orqaga ketib qolma. U xatolaringdan o'rganib, oldinga yurishga harakat qil deyshgan. Undan tashqari, masalan, ular o'sha aytgandek har doim qo'llab-quvvatlashgan va shu borligini aytib turishgan. Ya'ni biz bormiz, investitsiya qilyapmiz, sen oldinga yur, boshqa narsani o'ylama. Ilm olishingda uyda qanaqa sharoit qilib berishgan? Masalan, tengdoshlaringga ham tavsiya qila olasanmi shunaqa sharoitni? Men o'ylayman, masalan, kelaylikmi IELTS mavzusida gaplashaylik. Shu ingliz tilini o'rganish va IELTS olish. Boshida o'zi masalan kichkina 4-5-sinfimda o'rtoqlarim ingliz tili kurslariga borib, yaxshi bilishadi. Men uyga borib aytardim, masalan, men ham borgim kelyapti, shuni anaqa qilamizmi? Ular aytishardi, yo'q, hozir bekor vaqting ketadi, chunki 1-2 yil o'rganasa tashlab yuborsang-chi, bekor shuncha pul ketadi va hech nima, ya'ni nol bilan chiqib ketasan. Menga aytishgan, bitta vaqtda boshlaymiz, to'xtamaymiz, oldinga borib natijani ushlab, keyin chiqib ketamiz. Ya'ni shunaqa sharoit qo'ygan. Kim otang aytdi, onang aytdi? Ikkalari ham shunaqa fikrlashda bo'lishgan. Shunaqa, masalan, IELTS shu mavzusi bo'ladigan bo'lsa, bitta joyda kirganman, IELTS ingliz tili mavzusiga, boshqa narsalarga umuman ahamiyat bermagan. Ya'ni boshqa qanaqadir chalg'itishlar bo'ladimi, qanaqadir boshqacha imtihonlar bo'ladimi, yo boshqa o'rtoqlarni o'zim solishtirmasdan faqat oldinga yurganman. Ya'ni ingliz tili mavzusimi? Ingliz tiliga faqat borardim, darsini qilardim, yangi ilm aniq qilib, yangi bilim olib o'rganaman. Va uyda bizda qanaqa sharoit bo'lgan? Menga ko'proq erkinlik qo'yishgan. Ya'ni aytganimdek, nima qilsang ham to'g'ri ish qil deyishgan va erkinlik qo'yib qo'yishgan. Masalan, qanaqadir problemam chiqib qoldi, borardim, masalan, maslahat so'raydim. Lekin ko'p anaqamni o'zim qilib, erkinlik qo'yib qo'yishardi. O'zim qilib, o'zim qiziqib, masalan, narsalarga shunaqa qilib borardim. Ko'proq erkinlik bo'lganman. O'qituvchi topishda kim topib bergan? O'zing topganmisan, ota-onang topib berdimi? Shu o'quv markaziga borganimda o'zim topganman. Ya'ni o'zim desam xato bo'ladi. Akam bilan borganmiz. Ya'ni akam bilan o'tirib, o'zlari o'qigan o'qituvchiga mana anaqa qo'yganlar. Ular bilan birga o'qiymiz. Ko'proq akam anaqa qilganlar. Ya'ni ota-onam qanaqa bo'lishgan, investitsiya qilishgan pul narsalarda ular tepada turishardi va
umumiy olib qaraganda qayerga boryapsan, yaxshi joymi, shunaqa bo'lgan. Ichkariga kiradigan bo'lsa, akalarim yoki o'zimni yaqinlarim bilan u narsani hal qilaman. Ana endi o'quv markazidan chiqib targetga kelishingga kim turtki bo'ldi? Xususiy maktabga kelishingga. Unga ham akam bo'lgan. Akam o'zi xususiy maktabda 1 yil grantsiz, ya'ni shu oylik pul to'lab o'qiganlar. Ya'ni shundan keyin uyimizga xususiy maktab anaqasi kirib kelgan. 1 yil o'qiganlar, keyin o'sha to'lov ko'tarilgan va oddiy maktabga qaytishga majbur bo'lgan. Va aytardilar har doim oddiy maktabdan ketib, undan ko'ra xususiyga borib o'qigan yaxshi derdilar. Chunki u yerda ko'proq natija bo'ladi, kattaroq atmosfera, yaxshiroq atmosfera bo'ladi deyishgan. Va akam turtki bo'lgan. Va o'zimni qarindoshim bilan ketayotganmiz. Bir kun masalan ko'chada matematika repetitoridan qaytayotgan bo'lamiz. Va o'ylab qo'yaman. Kelib bitta masalan hamma xususiy maktablarga topshirib ko'ramiz. Nima bo'lar? Bizdan mablag' hech nima ketmayapti deyman. Va har xil xususiy maktablarga telefon qilib grant berasizlarmi, masalan oylik to'lovi qanaqa deb so'rab ko'rganmiz va qidirganimizdan keyin o'sha target chiqib qolgan. Ya'ni Target International School chiqib qolgan va kanalda kuzatib borib, qanaqadir ochiq eshikli kuniga borib qatnashib, atmosfera ko'rganmiz. Va bir kuni shu imtihon kuni bo'lgan, ya'ni grant, 100% grantga imtihon ochilgan va o'shanda qatnashib, yaxshi natijalarga erishib, hozir shu yerda turibmiz va o'sha savolingizga qaytadigan bo'lsak, akam turtki bo'lgan. Juda ham yaxshi. Uyda sharoit deganda stol, stul, kompyuter qilib berilganmi? Ha, hammasi. Alohida joy qilib berilgan. To'g'rimi? Hammasi bo'lgan. Juda ham yaxshi. Unaqa masalan moddiy tomonlama yoki oddiy materialistik tomonlama muammo bo'lmaydi. Notebooking bor. Notebookim bor masalan. Daftar ruchka bor yozishga, xona bor, sharoit bor. Yaxshi. Nimaga buni aytdim? Chunki ayrim ota-onalarda kuzatyapman. Hattoki bolasiga notebook olib berishni istamaydi. Uyda bitta dars qilishga stol olib bermaydi. Shunaqa ota-onalar ham ko'ryapman. Achchiq bo'lsa haqiqat azizlar, mana shunaqangi bitta parta olib berishga xohlamaydigan otalar, onalar bor. Menimcha informatsion urush bu bombalasiz, ya'ni qurol yaroqlasiz, va boshqa narsalarsiz bo'ladigan urush, ya'ni internet yoki ma'lumotlar orqali bo'ladigan urush. Buni yaqqol anaqasi misinformation va disinformation bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Odamlarni yolg'on xabarlar yoki yolg'on ma'lumotlar bilan trayektoriyasi va o'ylash anaqasidan chiqarib olish. Masalan, bo'lishi mumkin yolg'on xabarlar tez tarqalib ketadi. Hozir masalan fake xabarlar deylik, Telegram orqali, YouTube, Instagram va hokazo. Shunaqa tarqalib ketadi va odamlar masalan dunyo qarashi kichkinaroq yoki yaxshi, ya'ni tanqidiy fikrlamasdan o'ylaydigan odamlar u narsalarga ishonib qolishi mumkin va noto'g'ri yo'ldan yurib qolishi mumkin. Va bu narsa shu odamni o'ylash trayektoriyasini o'zgartirib qo'yadi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlardan ham bizga qanaqadir urushlar bo'lishi mumkin, informatsion urush. Buni yaqqol anaqasi shu Rossiya bo'ladi. Masalan, Rossiya emas, masalan hakerlar masalan yolg'on SMSlar bilan, yolg'on xabarlar bilan sizga yozib, masalan kartezli raqam pullarni yoki boshqa ma'lumotlarni bilib olib, o'ziga qarshi ishlatish mumkin. Men tushunishimda, ya'ni informatsion urush shunaqa bo'lsa kerak. Yaxshi. Informatsion urush qurbonlari kimlar? Shu aytgandek, masalan, hakerlar keladigan bo'lsa, oddiy xalq bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy xalq ko'p informatsiyasi yo'q, hayotda nima bo'lyapti va ko'p narsaga ishonib ketadigan odamlar bo'lishi mumkin. Ana, demak, oddiy xalqning ichidan, hammasi ham emas, ichidan demak, qaysidir ma'noda o'sha tushunchalari juda ham past bo'lgan, fikrlash doirasi tor bo'lgan va eng muhimi nima? Maqsadsiz odamlar bo'lsa. Maqsadsiz odamlarni, o'quvchilarni, yoshlarni yo'ldan chalg'itish, aldash bu informatsion urush qurbonlari desak bo'ladi. Ana endi maktabga qaytsak. Maktabda o'qituvchilarni yoki qaysi o'qituvchini, qaysi jihatini eng yaxshi ko'rasan? Target International School istirohat filialida va menda o'zi juda ham ko'p o'qituvchim bo'lgan ingliz tilida. Bular Mr. Diyor, Mr. Sherali va support teacherimiz Mr. Dona bo'lganlar. Va ulardan men juda ham ko'p narsalar o'rganganman va menimcha ularni juda ham ko'p xususiyatlari ham bor. Masalan, hamma o'qituvchining o'ziga yarasha xususiyati bor edi. Mr. Diyor ko'proq interaktiv darsda o'tardilar, ya'ni undan ko'p ma'lumot olib chiqib keta olardingiz. Ya'ni faqat IELTS ga bog'liq emas edi, umumiy
olamga yoki umumiy darslar jarayoniga, umumiy bilimga asoslangan mavzularda ko'p gaplashardi. Lekin Mr. Sherali ustozimda ko'proq IELTS ga sho'ng'ib, ko'proq oshirishga shu IELTS mavzusida ko'proq gaplashardik. Masalan, nazariya bo'ladimi yoki qanaqadir practicelar bo'ladimi, shunaqa narsalarga ko'p aniq qilardik va ularning xususiyatlariga keladigan bo'lsak, Mr. Sherali bilan ko'p shug'ullanganmiz va ular bilan nima desam bo'ladi, ota-bola deb o'qiyamiz. Chunki ular juda ham yaqin olardilar o'zlariga, masalan, odamlarni, o'quvchilarni va siz o'zingizni nima desa bo'ladi, safe, ya'ni ishni bilan problemalaringizni unutib yuborardingiz va bitta narsaga sho'ng'ib, faqat o'sha narsa haqida o'ylardingiz. Va ular ham xuddi shu narsani ishlatib, o'quvchini bitta joyda olib qolardilar. Ya'ni bitta narsaga fokus qil, boshqa narsaga aniq qilma. Ya'ni mana bunaqa narsalar bo'lyapti, qatnash, mana bunaqa narsalardan qoch. Shunaqa mindsetda harakat qilamiz. Demak, ingliz tili o'qituvching senga qo'pol qo'yayotganda shaxsiy hayot tarzingni ham chizib beryapti. Ha. Zo'r. Demak, bu targetda o'qituvchilar. Shunaqa. Ajoyib. Yaxshi. Ana endi 14 yoshingda IELTS dan 8 olish siri nimada? Menimcha, men o'ylayman, faqat to'xtamasdan, masalan, IELTS o'qish kerak emasdi, ya'ni umumiy ingliz tiliga qarash kerak. Aha. Ya'ni IELTS bu ingliz tilining ichidagi bitta kichkina narsa. Ya'ni imtihon deylik. Va agar u narsani faqat o'qiydigan bo'lsangiz, ingliz tilini tushunmay qolasiz. Va sal teparoqdan, ya'ni abstraktni qaraydigan bo'lsangiz, siz ko'proq narsani o'rganib, ko'proq narsani o'zingiz bilan olib chiqib keta olasiz. Va IELTS ga kirganingizda u narsalarni ishlatib, kattaroq balo olasiz deb o'ylayman. Ya'ni bu ya'ni o'quv sferasida general Englishga ko'proq qarash deyiladi. Ya'ni general English umumiy ingliz tiliga qarash. Yaxshi, umumiy ingliz tilini rivojlantirish uchun nima qilgansan? Umumiy ingliz tilini rivojlantirish uchun juda ham ko'p strategiyalar bor. Masalan, ko'p so'zli otlardim. Ko'p so'zli otlab, uni ya'ni gaplar tuzib, o'shalarni ishlatib ko'rib, ma'nosini tushunib olardim. O'zbek tilida bo'ladi, ingliz tilida bo'ladi, farqi yo'q. Keyin masalan inglizcha podkastlar ko'rardim YouTube'da yoki boshqa qanaqadir kinolar bo'ladimi? Ya'ni shu ingliz tiliga sho'ng'ib ketishim uchun shunaqa narsalar eshitib, ingliz tilida tushunsam farqi yo'q, eshitib yangi nimadirlar o'rganishga harakat qilardim. Keyin kitoblar o'qirdim. Ya'ni aynan IELTS ga qaraydigan bo'lsak, reading sectionimni oshirish uchun ko'proq kitoblar o'qiyman. Har xil masalan marketingi bo'ladimi yoki umumiy boshqa mavzularda bo'ladi. Shunaqa. Demak, ingliz tilida ko'proq kitob o'qigansan. Ha. Har xil mavzuda. O'qiyman. Hattoki marketing sohasida. Marketingda ham o'qiyman. Juda ham yaxshi. IELTS o'rganayotganingda, o'sha IELTS da 4 ta qism bor, bilamiz. 4 ta qobiliyatni baholaydigan. Qaysi biri eng qiyin bo'ldi senga? O'zi sectionlarimga qaraydigan bo'lsak, listeningim 9, readingim 7,5, writingim 7 va speakingim 8,5. Ya'ni o'zi hech qanaqa masalan chet davlatlarga bormasdan, ingliz tilida gapiradigan davlatlarga bormasdan, bu O'zbekiston sharoitida olgan. Ya'ni o'qitishim bilan birgalikda. Eng qiyini o'zi speaking bo'lgan. Ya'ni men o'ylaganman, shu imtihonimdan chiqqanman, pastroq chiqsa kerak. 7,5 maksimum bo'lsa kerak deb o'ylaganman. Chunki tayinlanib yurganimda ham ustozim bilan qanaqadir moklar yoki gaplashib anaqa qilganimizda 8,5 chiqmas edi hech qachon va o'ylardim speaking pastroq chiqib qolsa kerak. Lekin вообще boshqa narsa bo'lib ketdi. Ya'ni speakingim baland ko'tarilib ketdi. Speakingni ko'tarish uchun 14 yoshli bola nima qildi? To'g'risini aytsam, ko'p gaplashardim, masalan. Kim bilan? Kim bilan? Aytaymi? Sun'iy intellekt bilan. Sun'iy intellekt bilan ingliz tilida gaplashgansiz. Bu qanaqa pullik programmami yo bepul? Yo'q, oddiy ChatGPT'da, ya'ni ChatGPT'da bilasizlar, voice chat degan narsa bor. Voice chatga kirardim. Shu, masalan, ChatGPT menga savollar ber, men javob berishga harakat qilaman va oxirida menga xatolarimni va yaxshi, kuchli tomonlarimni aytdirdim. Gaplashardik, masalan, yarim soatmi, 1 soatmi. Gaplashib, ya'ni feedbackini so'rab olardim va masalan, qanaqadir podkastlar eshitganimdan keyin o'zim tushungan narsani unga ham aytib berardim. Va u qanchalik to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi fikrlar, shu narsani ham aytib, menga xatolarimni ham ko'rsatib berardi. Ko'proq menimcha sun'iy intellekt bilan gaplashganman deb o'ylardim. Maktabda telefon olib qo'yamiz-ku. Sen qaysi paytda ishlatgansan telefonni? O'zi mana kelishim bilan, ya'ni telefon topshiramiz va chiqib ketayotganimizda olamiz. Lekin bizni ko'pincha, ya'ni o'rtoqlarim bilan yoki 11-sinfdagi akalarim bilan qolib, ya'ni 8largacha qolib ketardi. Ya'ni nima qilardik? Ular bilan gaplashardik, ham o'zim ham masalan ChatGPT bilan o'tirib, gaplashib, o'rtoqlashib anaqa qilardim.
u payt masalan bizni shu telefonlarga qarab turadigan odamlardan yoki tutorlarimizdan so'rab turib anaqa qilardik, ja bo'lmasa o'zimizni kompyuterlarimizni ishlatardik. Ya'ni kompyuterga bemalol anaqa bor edi. Darsdan tashqari holat. Demak, sen 8-sinfligingda 11-sinflar bilan birga yurgansan. Ha. Birga qolib dars qilgansan. Ha. Demak, mana shu yerda kulchovoy joy bor. Ya'ni o'quvchi o'zini tengdoshlari bilan emas, o'zidan yoshi kattalar bilan ko'proq yursa, ko'proq ular bilan birga dars qilsa, demak dunyoqarash o'zgaradi. Ularga qarab o'zgaradi. To'g'rimi? Shunaqa. Bu senda isbotini topdi. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Ya'ni shu narsada ko'proq aniq qiladigan bo'lsak, 11-sinflar, ya'ni o'zi ingliz tilim yaxshi bo'lganda, kelganimda targetga intermediate level bo'lganman va intermediate oddiy, ya'ni maktab o'quvchilari uchun bo'lmagan va bunker o'quvchilar bilan o'qiganmiz. Ya'ni unda 10-11-sinflar ko'proq bo'lardi va 10-11-sinf anaqalar bilan bolalar bilan o'rtoqlashib, ya'ni support teacher darslarida o'tirib, kerak bo'lsa ularga dars ham o'tganman, to'g'risi. Qoyil. Shunaqa dars ham. Tengdoshlaringga. Yo'q, o'zimdan kattalarga, ya'ni o'zingdan kattalar. 11-sinflar, o'sha aytganimdek 8-9ligacha qolib ketardi, uydagilar ham telefon qilib, qayerdasan, kelyapsanmi deb anaqa qilishardi. Kerak bo'lsa olib ketishardi, kech bo'lib ketgani, chunki avtobus yoki boshqa narsalar yurmas edi. Tayinlanib, o'sha do'st deb bo'lib qo'yamiz ular bilan, hozirgacha gaplashib anaqa qilamiz. Shu, ya'ni o'qiydigan, ya'ni tayinlanayotgan, IELTSga jon berayotgan, shu ingliz tiliga o'rganishga berayotgan akalar bilan o'rganib, anaqa qo'yib ketganmiz. Ya'ni kerak bo'lsa dars ham o'tganman. Xo'p, Instagramda ayrim insonlar, endi insonlar qiladi, buni hayvonlar qilmaydi. Ayrim o'sha insonlar seni chalg'itishga harakat qilgan. Xo'p. To'g'rimi? Instagramda eng bir nima deydi? Tagidagi bir qo'pol maqsadi informatsion urush va maqsadsizlarni ushab ularga hujum qilish. Nimaga Instagram seni chalg'ita olmadi? Chunki Instagram ishlatmas edim. Qo'yib. Ha, hozirgacha ishlatmayman Instagram. Instagramni kirib qolishim mumkin. Masalan, akkauntim bor, lekin unga kirmayman. Chunki men Instagramdan qanaqadir ingliz tiliga oid foydali narsalar ko'rsam, uni kanalimda ulashib turaman. Instagramni o'zim uchun ishlatmayman lekin. Masalan, o'rtoqlarim bilan yozish uchun yoki boshqa narsalar uchun ishlatmayman, chunki bilaman, agar bitta kirsam chiqa olmay qolaman. Chunki o'zingizlar menimcha bilsanglar, Instagramga kirgan odam uncha-muncha vaqt chiqib keta olmaydi. Men ko'proq o'sha payt to'g'risini aytaman, YouTube'ga ko'proq bog'lanib qolgan edim. Ya'ni YouTube Shorts'da o'tirardim, masalan, aytaylik 1 soat, 1,5 soat darsni qilib bo'lgandan keyin anaqa turardim. Lekin o'zi ko'proq vaqtim Telegram va ChatGPT bilan o'tgan. Ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa Telegramda kanal yurg'izasanmi yo Instagram yo'q deding? Yo'q. Xo'p, Telegramdachi? Hozircha Telegram bo'yicha o'zim kanalimni yurg'izyapman. Sekin-sekin kattaroq auditoriyalarga chiqib, o'zimdan yana kattalarga dars berib anaqa qoldim. Ya'ni tekin dars bo'ladimi yoki kurs. Kurslarga keladigan bo'lsa, Bu nima uchun kerak senga bu Telegram kanal yurg'izish? Birinchisi, o'zim masalan IELTS'ni ham esimdan chiqarib olmayman, ham odamlarga ham yordam berib turaman. Ya'ni IELTS olmoqchi bo'lgan O'zbekistonda yashaydigan odamlarga yordam berib, ya'ni o'qiyotgan, masalan moddiy tomonlama holat yaxshi emas odamlarga masalan tekin darsni ham o'tib turaman, to'g'risi. Masalan reading sectiondan bo'ladimi yoki listening yoki speaking, farqi yo'q, o'tib turaman va foydali postlar ham tashlab turaman. Ya'ni bu qismida qanaqa yondashish kerak, bu qismga qanaqa yondashish kerak. Va yaqinda o'zimni bitta kichkina kursimni ochdim. Ya'ni arzon qilib, juda ham arzon edi. 30 kun davomida ular bilan shug'ullandik. Ya'ni mo'ljallangan odam bilan to'ldi, xudoga shukr, to'lib, ular bilan yaqinda 30 kunlik kursimiz tugadi. Hammada yaxshi o'sish bo'ldi. O'zimda ko'rdim, ya'ni teaching anaqam bor ekan. Ya'ni talentim bor ekan o'zimda. Shunaqa desak bo'ladi. Onlayn darslar o'tib, hammasi yaxshi bo'ldi. O'zim bilan konsultatsiya qilishdi, masalan, mana bu sectionda qanaqa qilsam bo'ladi, bu sectionda qanaqa qilsam bo'ladi. Ya'ni shunaqa kurslarimdan qolman. Endi u yog'iga planimiz kanalimizda shunaqa kurslarni ko'paytirib, odamlarga foydasi tegadigan kurslarni ko'paytirib, ya'ni O'zbekistonda общий, masalan, IELTS ballini ko'tarish, ya'ni average'ini ko'tarish bo'ladi. 14 yoshli Umarxonda 15-16 yoshli lapashang boladan farqi nimada? Ko'p farqlar bor. Lekin eng asosiylari, birinchisi bu Instagram ishlatmasligim, kichkinasidan boshlaylik. Ikkinchisi uydagi sharoitim, ya'ni shu o'qishga chanqoqligim uyg'otgani, ya'ni nima bo'lsa oldinga qarab yurishim, ya'ni shunaqa o'ylashdi, xato qilsam ham o'rganib oldinga yurish va xato qilishning 80% holatlarda ishonishim.
Ya'ni xato qilaman, 0.20% holatda mana bunaqa qilib ketish mumkin. Ya'ni ikkinchi planim bor har doim mani. Masalan, o'sha kursni ochganimda ham aytganman. Menimcha kurs to'lmasa kerak deb o'ylayman. 80% ishonganim. Chunki odamlarni kursimga qo'shilishga reasoni yo'q edi. Ya'ni sabab yo'q edi. Shuning uchun men ikkinchi yo'lini qilib, уже tayyor edik. Xudoga shukr, u to'lgan. Menimcha shu narsa bo'lsa kerak. Keyingisi kitob o'qish. Ya'ni bitta shu teaching sohasida ishlaydigan bitta ustoz borlar, onlayn teachingda aytganlar. Podkastlarda, ya'ni masalan bitta narsada siz 80% narsadan odamdan o'tib ketishingiz mumkin. Qanaqa qilib kitob o'qing. Ya'ni bitta o'qiysiz, bitta kitob o'qiysiz, qanaqadir marketing sohasida va aytaylik bir 10%, 20% odamdan o'tdingiz. Va lekin u shu sohada 3-4 ta kitob o'qiydigan bo'lsa, o'zi qarasizki 80% odamdan ilmliroqsiz va ko'proq narsa bilasiz shu sohada. Shu kitob o'qib, o'sha podkast eshitish bo'lsa kerak. Keyingisi menimcha oxirgisi bu ustozlarim menga bergan to'g'ri insightlarni to'g'ri joylarda to'g'ri ishlatish bo'lsa kerak. Ya'ni ustozlarning ko'p insight beradi o'zi menga. Mana bunaqa joyda bunaqa qil, to'g'ri yo'ldan yur va bu narsadan qoch. Va o'sha narsani men iloji boricha qo'limdan kelgancha ishlatishga harakat qilaman va shu narsa meni to'g'ri yo'lga boshlasa kerak deb o'ylayman. Va qo'shimcha qilishimiz mumkin, ingliz tilida o'sha senda IELTS 8 bor. Ha. Eng o'sha sendan 2 yosh katta bo'lgan lapashangda ham bu sertifikat yo'q. Shunaqa. Yaxshi. Ana endi Umarxon, eng yaxshi ko'rgan, o'qigan kitoblaring ichida eng 3 tasini tengdoshlaringga tavsiya ber. Xo'p, o'zi juda ham ko'p kitoblar o'qiyapmiz, marketing va targetda berishgan kitoblarni o'qiyapman. Birinchisi bu Atomic Habits bo'lsa kerak, ya'ni atom odatlari. Buni targetda, ya'ni o'zim aytamda, shaxsiy rivojlanish fanida o'tardik. Ya'ni shu o'qib 20 bet, 15 betlardan o'qib, ya'ni unga conclusionlar, ya'ni nima o'rganganimizni yozib boradi. Ikkinchisi bu Made to Stick kitobini yaqinda tugatdim. Ya'ni u kitobda qanaqa bo'ladi? Ya'ni ideyalaringiz qanaqa boshqalarda esida qolib ketish. Ya'ni shunaqa strategiyalar bo'ladi. Ideyalaringizni ko'proq odamlarga qiziqarliroq va yaxshiroq qilishni yo'llari o'rgatiladi. O'sha va hozirda уже tugatmagan bo'lsam ham juda ham qiziqarli kitob bo'pti, ya'ni juda ham foydali kitob bo'pti. Bu influence va marketingga qaratilgan kitob. Ya'ni unda nimaga o'qiyman? Ko'proq ishlatishga, marketing haqida boshida basic narsalar o'rganishdi va kanalimda ishlatishga o'rganyapman. Har xil strategiyalar, har xil qoidalar o'rganib, hozir tugatmagan bo'lsam juda ham ko'p narsalar o'rgandim. Zo'r. Va ingliz tilida o'qiyapsan. Ingliz tilida o'qiyapman. Garvarddan vizit qilaman deb shu mana motivatsiyalarim borda sizdek bo'lishlar. Misol bilasan-a bunaqa faoliyatlarni eshitganimda qanaqa darajalarga chiqdilar, qanday borib keldilar. Endi mana erishgan yutuqlarni doimlar sanash shart emas. Shunaqa aytib ketganda. O'sha boyagi siz aytgan narsani ham aytib ketdim. Juda ham yaxshi, Umarxon. Endi har bir bola, har bir o'quvchi target maktabiga kelar ekan, nimadir umid qiladi-da. Seni kutuving nima target maktabidan? Hozir shu IELTS'ni olib bo'lganman, aytdim SAT hozir o'qiyapman. Endi keyingi SATdan keyingi kutayotgan narsam albatta AP va A-level kurslar bo'ladi, ya'ni sertifikat qo'limda bo'lishi. Bilasiz, baribir ham qayerga kirsangiz ham yangi nimadir olib chiqib ketishingiz kerak. Yangi va o'zingizga foydali bo'ladigan narsa olib chiqib ketishingiz kerak. Va menimcha Ivy League universitetlarga kirishim uchun bu AB va A-level sertifikatlari menga juda ham foydali bo'ladi va portfoliyomga plus bo'lib qoladi. Undan tashqari targetdan masalan har xil narsalar chiqib qolishi mumkin. Qanaqadir eventlarmi, qanaqadir competitionlarmi. Kattaroq bo'ladimi, ya'ni respublika bo'yicha bo'ladimi yoki kichkinaroq masshtabda bo'ladimi? Ularga qatnashib, extracurricular activity'larimni ham chiqarib olsam bo'ladi. Sen targetga kelguncha qanaqa fikrlar eding va targetga kelgandan keyin fikrlashing qanchalik darajada o'zgardi? Oldin, masalan, targetga kelmasimdan oldin bitta anaqa bo'lardi. Yaxshi ish topaman, yaxshi oylik topaman, uyimga narsa olib kiraman. Qaysi universitetga kiraman deb yurarding? Ochig'ini ayt. Universitetda to'g'risi bilmas edim. Qaysi universitetda bilmasding? Masalan, ismini ham bilmas edim. Garvard bo'lardi, bo'ldi. Boshqalarini bilmas edim. Endi Garvardga kirish mumkinligini bilarmiding? Yo'q. Pasti bo'lmaydigan narsa deb o'ylardim. Orzu. Orzu juda ham katta narsa deb o'ylardim. Lekin target ko'rdim, ya'ni shu universitetni bitirib ketib, yaxshi universitetga kirganlarni ko'rdim. Toronto bo'ladimi yoki boshqa yaxshi universitetlarni ko'rdim, ya'ni Kanadada, Amerikada va boshqa narsalarni. Ularni o'rganib ham chiqdim ozgina, masalan, qanaqadir
aytaylik qismda deylik va ularni masalan aytganimdek shu ismlarini bilmas edim, ismlarini ham ko'p o'rganib oldim. U lekin kichkina narsa. Lekin Hattoki universitetda ismlarini bilmasdim demoqchimisiz? ha, shunaqa fikrlashda bo'lardim. Ya'ni Yaxshi. qanaqadir Amerikaga ketib, qanaqadir universitetga kiraman. Shunaqa bo'lardim. Lekin bu yoqda masalan o'sha qiyinchiliklarni ham o'rganib, unga yechimlarni ham topib oldim. Ya'ni topishni hozir ham topyapman. Ya'ni yechimlarni va ancha ayta olamanki, fikrlashim ancha o'zgardi. Ya'ni universitet temasida bo'ladimi yoki tanqidiy fikrlash mavzusida bo'ladimi? Westminsterga kirib, Toshkentda qolganing yaxshimisizmi? Nima qilasan chet elda? Bo'ladi u variant ham, lekin u aytsa eng yomon qanaqadir rezultatda yoki bo'lgan narsada-da. Ya'ni eng kichkina rezultat bo'ladi u narsa. Westminsterga universitetga kirish sen uchun eng yomon rezultat. Ha, ya'ni u backup plan bo'ladi. Ya'ni plan B 14 yoshli bolaga balandparvoz gap emasmi? bilmadim. Menimcha maqsadlarni katta qo'yavergan yaxshi. Zo'r. Bu menimcha o'sha aytganingiz Westminsterga kirib Toshkentda qolish bizani ikkinchi planimiz bo'ladi. Birinchi planimiz baribir ham boshqa Bu hamma targetda o'qiyotgan o'quvchilarning fikri shunaqami? Endi bilmadim, lekin ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak. Ko'pchiligi shunaqa. Ha, chunki o'zim yurgan o'rtoqlarim ham xuddi shunaqa fikrlashdi deb o'ylayman. Gap yo'q. Demak, target o'z maqsadiga qaysidir ma'noda erishyapti. Shunaqa. Zo'r, universitet haqida gaplashdik. Ana endi dunyoda davlatlar juda ham ko'p. Ha. Ayniqsa bir-biridan solishtirish qiyin bo'lgan davlatlar ham bor. Sen qaysi davlatda o'qish, yashashni, ishlashni orzu qilyapsan? Menimcha o'qish anaqasi albatta Amerika bo'lsa kerak. Ya'ni Amerikada ko'p imkoniyatlar bor. Ya'ni universitet o'qish ta'limida bo'ladimi yoki kompaniya qurish, biznes qurish anaqasi bo'ladimi? Menimcha ko'proq imkoniyatlar bo'lsa kerak. Lekin unaqa qaraydigan bo'lsak, Xitoyda ham masalan qanaqadir ishingizni topib ketishingiz yoki biznes qurishingiz ancha osonroq bo'ladi. Masalan, biznes tomonlama ancha rivojlangan desak bo'ladi. Menimcha lekin baribir ham Amerika bo'lsa kerak hozircha. Endi nima desam, kelajakni anaqa qilib bo'lmaydi. Ya'ni aniq bila olmaymiz. Lekin baribir ham hozircha Amerika bo'lsa kerak. Nimaga endi Amerika? Nima uchun Amerika? Havosi tozasi. Yo'q, masalan, aytgandek, ko'p imkoniyatlar bor. Ya'ni Nima imkoniyatlar? o'qish mavzusida, masalan, ko'proq bilim olib chiqib keta olasiz. Chunki u yoqda baribir malakali professorlar bo'ladi. Ya'ni PhD'si bor, qanaqadir narsaga erishib PhD Milliy universitetda ham bor. Endi baribir ham chetda anaqasida leveli boshqacha bo'ladi. Ya'ni PhD'si bor, lekin baribir ham leveli kattaroq bo'ladi. Aha. Ya'ni o'sha globalniy qanaqadir masalan problemaga yechim topgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir kattaroq narsaga hissa qo'shgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ulardan bilim o'rganadigan bo'lsangiz, o'zingizga ancha ko'p narsani olib chiqib keta olasiz. Olimlar davrasiga tushmoqchi bo'lgan Umarxon. Shunaqa. Xo'p. Shunday desak, ta'riflasak to'g'ri bo'ladimi? Eng kuchli olimlar ichiga borib, o'qishni maqsad qilgan Umarxon. Shunaqa. Demak, tengdoshlaringga ham maslahat bera olasanmi? Ha. Senga konkurent bo'lib qoladi-ku. Baribir ham hammani o'zini fikrlashi bor, o'zini qanaqadir maqsadlari yoki planlari bor. Masalan, u olimlar qatoriga qo'shilgandan keyin nima qilishi bilmay qolishi mumkin. Masalan, tengdoshlarim aytaylik yoki balki o'zimda ham bo'lishi mumkin. Endi uni bila olmaymiz. Hammani o'ziga yarasha, plani o'ziga yarasha anaqasi bor. Menimcha, konkurent bo'lgan taqdirda ham hamma o'z yo'lidan ketadi. Bu javobingdan men juda qoniqmadim. Bunaqa sal oldi qochdi gapirib qolding. O'tgan kuni bir 11-sinf o'quvchim bilan suhbat qilganimda, qaysi universitetga borasan desam, hammani oldida aytmayman dedi. Bilasanmi, hozir o'quvchilarda mana 2025-yilda o'tiribmiz. U bitiruvchi yoshlarda shunaqa fikrlash ketyaptiki, agar men o'z maqsadimni, qaysi universitetga borib o'qimoqchi ekanligimni tengdoshlarimga aytadigan bo'lsam, men o'zimga konkurent yasab qo'yaman degan fikrlash mindset paydo bo'ldi. Bunga sen qanday qaraysan? Bu gap qanchalik to'g'ri? Bu aslida bir iflos gap emasmikan bu? Men agar qaysi universitetga kirmoqchi bo'lganligimni tengdoshlarimga aytsam, tengdoshlarim menga konkurent bo'ladi. Qara qanchalik bir meni nazdimda, meni dunyoqarashimda bu ifloslik. Chunki bu
11-sinf o'quvchisini tashqaridan kimlardir miyasini zaharlayapti. Ya'ni agar sen mana u universitetga O'zbekistondan turib topshiradigan bo'lsang, bilginki O'zbekistondan boshqa o'quvchi ham topshirsa, sen bu universitetga kirish ehtimoling past bo'ladi deyapti. Mana shunaqangi bir qo'shtirnoq ichidagi isqirtlar paydo bo'libdi-da. Juda men yomon ko'raman bularni. Men shu vatan uchun mana shu yoshlarni chiqarish, O'zbekistondan kuchaytirish maqsadida shu Amerikani ham tashlashga majbur bo'lganman. Tashlab keldim men Amerikani. Lekin ayrim bir ifloslar, qo'shtirnoq ichidagi ifloslar O'zbekistondagi bolalarni shunaqa miyasini zaharlayaptiki, o'zingni vatandoshing senga raqobatchi deb. Sen bunga qanday qaraysan? Bir tarafdan qanaqadir ma'noda to'g'ri bo'lishi mumkin bu ham, lekin boshqa hop bunga ikki xil tomonlama yondashsa bo'ladi. Birinchisi, ya'ni odamiylik tomonidan, ikkinchisi o'zi shaxsiy fikringiz bo'ladi. Odamiylik tomonidan qaraydigan bo'lsak, bu noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki baribir ham o'zingiz vatandoshlaringizni, o'zingiz bitta joyda yashab turadigan odamlarga baribir ham podдержка qilish kerak. Ularni top levelga chiqarib, vatanga qaytib kelib, ya'ni o'sha vatan bilan birgalikda o'sish uchun. Lekin o'zimni shaxsiy fikrimga aniq qiladigan bo'lsak, raqobat bo'lgani baribir ham yaxshi. Chunki masalan, raqobat bo'ladigan bo'lsa, odam o'sadi. Ya'ni masalan, bitta odam bor va ikkinchi odam bor. Birinchi odam agar o'tib ketayotganini ko'rsa, ikkinchi odam unga qarab o'sishga harakat qiladi. Ya'ni undanda bu raqobat bu. Lekin vatandoshni bitta joyga borishda u bormasin, men boray degan tuyg'u bor bu yerda. O'sha tuyg'uga majbur qilishyapti. Albatta bu odamiylik tomonidan aytganda noto'g'ri. Chunki baribir ham qanaqadir ma'noda o'sha aytganda raqobat bo'lishi kerak. Raqobat bo'lgandan keyin odam o'sadi. Va odamiylik tomonidan noto'g'ri deyman. Chunki faqat o'zi haqida o'ylab qo'yayotgan bo'ladi odam. Egoistlik. Egoistlik bo'lib qoladi. Boshqalarga nazar solib, boshqalarga ham yordam berish anaqasida bo'ladigan bo'lsa, fikrlashida bo'ladigan bo'lsa, ham u yoqda raqobat bo'ladi. Ya'ni odam o'sa oladi. Faqat bitta o'zi chiqib ketmaydi topga va boshqalarni ham o'zi bilan olib chiqib, ularga qarab raqobatlashadi. Va shu odamiylik tomonidan noto'g'ri deb o'ylayman va raqobat bo'lgani yaxshiroq deb o'ylayman. 5 yildan keyin o'zingni qayerda ko'ryapsan? Menimcha universitet bo'ladigan bo'lsa kerak. Ya'ni qanaqa universitetda? Shu Ivy League top 10 talik universitetlarga ko'raman o'zimni. Ya'ni Ivy League listiga kiradigan top 10 ta universitetlarga ko'raman. Ya'ni ungacha bemalol vaqtim bor, bemalol hammasini joyiga qo'yib, bemalol imkoniyatim bor. Masalan, Harvard bo'ladimi, MIT bo'ladimi yoki boshqa top universitetlar bo'ladi. Men o'zimni shu yerda o'qib turgan, yangi o'ziga narsa kashf qilgan, yangi diyor ko'rgan, ya'ni sayohat qilib, o'sha yerda masalan atmosferasini o'rganib, o'zidan kuchli bo'lgan, ya'ni shu boshqa davlatda yashaydigan networking qilayotgan odamni ko'raman. Ya'ni masalan Harvard bo'ladimi, MIT bo'ladimi farqi yo'q. Ya'ni top universitetga kirib, foyda olib chiqib keta oladigan darajada o'qiyotgan o'quvchini ko'raman. Demak, Umarxon, diqqat. Juda ham muhim bo'lgan savol. Dunyoning boshqa nuqtalarida yashab turgan, o'zini eng zo'rman degan 14 yoshli boshqa bir millat vakilidan seni nima ustunliging bor? Xo'p, birinchisi bu albatta imonim. Ya'ni to'g'ri fikrlashim. Shu imonim desam bo'ladi. Ikkinchisi bu O'zbekistonda bo'layotgan ta'limga imkoniyatlar. Ya'ni O'zbekistonda juda ham ko'p imkoniyatlar bor ta'limga. Bemalol uni ishlatib, yaxshi bo'lib ketsa bo'ladi va ajralib tursa bo'ladi. Uchinchisi bu to'g'ri fikrlash, ya'ni to'g'ri nazariyadan narsalarga nazar solish va men shu narsani bo'layman. Yaxshi, demak seni imoning butun, biliming dunyoni boshqa nuqtasida o'qib turgan boladek bemalol tenglasha oladigan bilimga egasan. Shunaqa. Ishonching komilmi? Ha. Boshqa bir g'ayri fikrlashlar seni maqsadingdan o'zgartirib yuborishga, boshqa bir yo'llarga seni chalg'itishga sen qanchalik darajada butunsan? Qanchalik darajada seni fikrlashlaring aniq va mustahkam? Menimcha bu 100% ga aniq deb o'ylayman. Chunki men to'g'ri fikrla olmayman, erkin fikrla olmayman va yomonni yaxshidan ajrata olmayman. Hozir
suhbatimizni ota-onang kuzatib turibdi. Tasavvur qiling, ota-onang kuzatib turibdi. Ota-onangga nima degan bo'larding? Ada, ona va meni qo'llab-quvvatlayotgan akalarim va har doim yonimda turgan yaqinlarim. Sizlarga Xudo xolisi va'da beraman, ya'ni kelajakda bundan yaxshi joylarda o'tirib, bundan katta natijalarga erishib, sizlar faxrlanadigan farzand va uka bo'lishiga va'da beraman. Ey tengdoshim, biz past xalq emasmiz. Ya'ni aytaman, biz past xalq emasmiz. Ya'ni bizni juda ham katta natijalarga erishib, ko'zimizni ochib, o'zimizni anglab, katta natijalarga erishib, o'zimizni xalqimizni yanada tanittirib, vatanimizni bizdan faxrlanadigan darajaga olib chiqsak bo'ladi. Ko'zingni och, maqsadlaringni yozib bor. Mana men o'tiribman, mana natijam bor va shu natijalarga erishdim. Va seni ham qo'lingdan keladi. Faqat harakat va tinimsiz harakat. Orqaga qarama va boshqa oqimlarga yurib ketib qolma. Umarxon, Target maktabi haqida bitta gap gapirish kerak bo'lganda, nima degan bo'larding? Albatta, Target bu fikrlashingizni yangi darajaga olib chiqib qo'yadigan maskan. Juda ham xursandman. Katta rahmat senga. Juda ham ajoyib bir suhbat bo'ldi. O'zim maza qildim. Sababi men ham shu maktab ochayotgan paytimda birinchi kelgan o'quvchilar sekin o'quvchi kela boshlaganda menda ham bir hissiyot bo'lganda, meni ham maktabimda bolalar o'qirmikan va qanaqa insonlar chiqar ekan maktabimdan degan baribir o'y o'tgan. Va bugun guvohi bo'lib turibmanki, maktabimda sendaqa o'quvchilar borligidan faxrlanyapman. Rahmat kattaga. Senga juda ham katta rahmat va ota-onangga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shunaqa farzand o'stirayotganidan, tarbiyalayotganidan va senga shunaqa bir yaxshi imkoniyatlar yaratib berayotganligidan juda ham xursandman. Ota-onangga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va shu o'rinda aytib ketishim kerak, men ham shu darajalarga yetishimga alhamdulillah ota-onam sababchi bo'lishdi. Ota-onam, ustozlarim. Chunki shunaqa bir qiyin davrlar boshimizdan o'tgan. Hatto yangi uy olmasdan, yangi mashin olmasdan ota-onam pulini menga, bilimimga investitsiya qilishgan. Sen boya aytib berding, ko'zingga yoshlar olding, xuddi o'zimni yoshligimni his qildim. Bizda ham mana shunaqa voqealar bo'lgan. Demak, odam ichida ozgina bo'lsa ham mana shunaqa bir nima deydi, hissiyoti bor bo'lsa, katta maqsadlar qo'ya olar ekanda. Agar aziz ota-onalarga shu joyda bir aytib o'tib ketaylik. Aziz ota-onalar, farzandingizni deb puy-puylab, juda qattiq erkalatib, hattoki maktabni bitirayotganda ham mustaqil fikrlashiga ruxsat bermayotgan ota-onalar, farzandingizni ertaga kim bo'lishi aniq. Bu desangiz, kimnidir qo'lida ishchi bo'ladi. Bo'ldi. Mustaqil fikrlay olmayotgan bola kimdir qo'lida baribir ishchi bo'ladi. O'zi mustaqilligi yo'q, o'zini ustida ishlay olmaydi, rivojlanishni bilmaydi. Chunki sababchi sizsiz va aybdor ham sizsiz. Bolani qo'pol qilayotganda latta qilib o'stirishingizni sababchisi sizsiz. Aziz ota-onalar, gapim qanchalik sizga og'ir botishi uchun bilmadim, lekin achchiq bo'lsa haqiqat esingizdan chiqmasin. Men shunaqa insonman. To'g'ri dildan dilga yetkazib beradigan, mana shunaqangi achchiq gaplar bilan yetkazaman. Aziz ota-onalar, nimadir suhbat qilyapmizmi, YouTube'da sizga ko'rindikmi, bilingki maqsad bor. Sizga bir yaxshilik ulashish. Sizga bir yordam berish. Chunki siz biz yashayotgan jamiyatning bir bo'lagisiz. Biz ham o'sha jamiyatning bo'lagimiz. Agar biz qachonki birodarlarga yordam berish haqida ozgincha bo'lsa ham qalbida o'y bor ekan, fikr bor ekan, niyat bor ekan, maqsadga erishamiz Xudo xolasa. Nima edi maqsadimiz? Biz past emasmiz. Ota-bobolarimiz aytib ketgan, jadidchilarimiz aytib ketgan. Uyg'oninglar, biz past xalq emasmiz. Bizni vaqtincha kimdir ishchi qildi, lekin endi ishchi emasmiz. Endi birovga qarab emasmiz. Biz mustaqilmiz azizlar.
Bugungi suhbatimizda Target xalqaro maktablarining asoschisi men Behzod Jalilov va 14 yoshida IELTSdan 8 olgan o'quvchilarimizdan bittasi Umarxon Buzrukxo'jayev bo'ldilar.